Talabalar o'qish va ilm izlash bilan birga turli ma'rifiy tanlovlarda ham o'z iqtidorini namoyon qilishga harakat qilishadi. Talabalar teatr studiyasi ko'rik tanlovi ana shunday izlanuvchan ijodkor yoshlarni birlashtirmoqda. Mazkur tanlovning joriy yilgi viloyat bosqichida 4 ta oliygoh talabalari o'zlari sahnalashtirilgan spektakllarni sahnaga olib chiqdilar. Hozir shu haqda. Yurtimizda ma'naviyat sarchashmasi bo'lgan teatr tomoshalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada talabalar teatr studiyalar o'rtasida o'tkazilayotgan ko'rik tanlovlar muhim ahamiyatga ega. Urganch davlat tibbiyot institutida o'tkazilgan ushbu tanlovning viloyat bosqichida rang-barang janrdagi teatr tomoshalari namoyish etildi. Bu tanlovda hozir viloyatimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalari ishtirok qilmoqda. Shu jumladan bizning oliygohimiz ham mezbon sifatida ham ishtirokchi sifatida ishtirok qilmoqda. Bizning jamoamiz Ko'zmunchoq talabalar teatr studiyasi Ajinaz Ismoilov qalamiga mansub Tebranmas yuraklar spektaklini namoyish qilgan. Bu kabi teatr tomoshalaridan talabalar o'zlariga ma'naviy ozuqa oladi, dunyoqarashini kengaytiradi. Mahmud Xo'jabehudiyning bitta gaplari bor: teatr bu ibratxonadir. O'shanaqa spektakllardan, sahna ko'rinishlaridan ular o'zlariga ibrat olishadi. Mamlakatimizda ma'naviy ma'rifiy sohada yangi tizimni yaratish, talabalar o'rtasida targ'ibot, tashviqot ishlarining samaradorligini oshirish maqsadida tashkil etilayotgan teatr tomoshalari yoshlarning ma'naviy yuksalishiga xizmat qiladi. Mana shunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, turli xil sport musobaqalari va teatr ko'rik tanlovlari biz yoshlarning ma'nan o'sishimizga va yanada ko'plab do'stlar orttirishimizga sabab bo'lmoqda. Shaxsan o'zim ham teatr studiyasining faol a'zosi hisoblanaman. Bugungi bo'lib o'tgan teatr jamoamizda men shifokor rolini ijro etdim va o'ylaymanki, spektakllarimiz barchaga manzur bo'ldi. Ushbu spektakldagi shifokor obrazi menga juda ham mos keldi. Kasbimga monand ravishda men o'ynagan rolimdan juda ham mamnun bo'ldim. Talabalar tomonidan sahnalashtirilgan spektakllar namoyish orqali yoshlar qalbida vatanparvarlik, jasorat, matonat, tashabbus va o'zaro mehr-oqibat ko'rsatish, inson qadrini ulug'lash kabi tushunchalar qiymat va mazmun jihatidan yuksak darajaga ko'tarilishiga asos bo'ladi. Osmon, falaklarga uchib ketmasmikan? Odamni ishini qizdirmasdan ayta qoling, nima shaqaga enajon? Bolam. Teatr tomoshalari inson qadri, hayoti, iste'dodi, shaxsiy qobiliyatlarining yagona, umumiy, ahamiyatli va sharafli maqsad yo'lda birlashtirilishi natijasidir. Viloyatimizda faoliyat olib borayotgan oliygoh talabalarining sahnaga chiqib, muvaffaqiyatli ijod qilib kelayotgani yangi O'zbekistonning katta yutug'i. Bunday tanlovlar talabalarning o'z iqtidorini namoyon qilishi bilan birga ijodiy salohiyatini yuksaltirishlariga xizmat qiladi. Muhtaram teletomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi. Bizdan yiroqlashmang.